Assalomu alaykum. Bu yer boshqa sayyora va biz bu yerda insoniyat yaratgan eng xavfli narsaga duch kelamiz. Bu tosh emas, metall emas, shisha ham emas. Bu korium va uning laqabi fil oyog'i. 1986-yil 26-aprel Chernobil atom elektrostansiyasining 4-reaktori portladi. Bu bizning tariximizdagi eng yomon yadroviy falokat. O'sha paytda reaktor o'zagi shunchalik qizib ketdiki, u toshga, qumga, betonga, po'latga va yadro yoqilg'isiga aralashib, ularni bir massaga aylantirdi. Oddiy qilib aytganda, yadroviy lava hosil bo'ldi. Bu lava 2 metr qalinlikdagi temir betondan o'tib, reaktor tagidagi koridorga oqib tushdi. U yerda sovuq tushib, qotib qoldi. Uni topgan ishchilar hayajonlanib, uni yirik hayvonning oyoq iziga o'xshatib, fil oyog'i deb atashdi. Bu nom beozor eshitiladi, lekin bu nomning ortida mutlaq o'lim yashirilgan. Uning tashqi ko'rinishi xuddi shishaga o'xshaydi. Qora, yoriqli, lekin bu uning eng dahshatli qismi emas. Eng dahshatlisi uning radiatsiyasi. Boshlang'ich holat. 1986-yil. O'sha paytda uning yonida radiatsiya darajasi soatiga 10,000 rentgen edi. Oddiy odam uchun bu nimani anglatadi? 30 soniya bosh aylanishi, holdan toyish, bir hafta ichida o'lasiz. 2 daqiqa tana hujayralari qon ketishni boshlaydi. 4 daqiqa qusish, ich ketishi, isitma. 5 daqiqa o'lim. Sizda yashash uchun atigi 2 kun bor. Ya'ni uni birinchi marta kashf etishganda olimlar uni yoniga bora olmagan. Faqat g'ildirakli primitiv robot va uzoqdan boshqariladigan kamera yuborilgan. Kamera esa bir necha soniyadan so'ng shunchaki buzilib qolgan. Sababi uning ichidagi elektronikalar radiatsiyaga bardosh bera olmagan. Qahramon hikoyasi. Artur Karnayev 1996-yilda falokatdan 10 yil o'tib, Artur Karnayev ismli yadroviy mutaxassis eng mashhur suratni oldi. U buni bilardi. U atigi bir necha soniya ichida o'z hayotini xavf ostiga qo'ydi. Uning oyog'ining yonidagi fotosurat bu dunyodagi eng xavfli selfilardan biri. Xo'sh, bu massa nimalardan iborat? Korium nima o'zi? Tarkibi: yadro yoqilg'isi, asosan uranning dioksidi, sirkoniy va po'lat, reaktorning o'rab turuvchi metall qismlari, beton va qum, reaktor binosining devori va poydevori. Bu barcha narsalar 1200 darajadan yuqori haroratda erib, bir-biriga qo'shilib ketgan. Natijada juda og'ir, juda zich va deyarli buzilmaydigan material paydo bo'ldi. Olimlar tahlil uchun fil oyog'idan namunalar olishga harakat qilishdi. U shunchalik qattiq ediki, hatto burg'ulash uskunalari ham yordam bermadi. Oxir-oqibat ular uzoqdan turib, uning kichik qismini yorish uchun Kalashnikov avtomatidan foydalanishga majbur bo'lishdi. Bu dunyodagi eng qattiq sun'iy ravishda yaratilgan toshlardan biri. Bugun falokatdan o'nlab yillar o'tdi. Filning oyog'i qanday holatda? Vaqt o'tishi bilan uning radiatsiyasi pasaydi. Chunki tez parchalanuvchi izotoplar, masalan, yod 131 parchalangan, lekin u baribir o'limga olib keladi. Hozir uning yonida 5 daqiqa emas, balki bir necha soat turish o'limga olib keladi. Endi u yorilib changlanmoqda. Bu xavfni yanada kuchaytiradi. Korium changga aylansa, bu chang shamol yoki suv orqali tarqalishi mumkin. Eng katta xavf bu changdan nafas olishdir. Alfa zarralar teriga kira olmaydi, lekin ichki organga tushsa eng xavfli hisoblanadi. Chernobil atrofida qurilgan ulkan yangi qoplama New Safe Confinement-ning asosiy vazifalaridan biri aynan shu. Filning oyog'i va boshqa korium massalarini yomg'irdan, hayvonlar va eng muhimi, havo oqimidan himoya qilish. Uni yopib qo'yishdi, lekin u baribir o'sha yerda bizning sivilizatsiyamizning eng dahshatli xatosi sifatida turibdi. Fil oyog'i bu shunchaki jismoniy qoldiq emas, bu bizning yadroviy asrimizdagi qo'rqinchli eslatma. U tabiat qoidalariga bo'ysunishdan bosh tortgan. U yadro yoqilg'isi, beton va po'latning g'alati, o'ziga xos aralashmasi. U hali ham isib turibdi. U hali ham yadroviy parchalanish orqali energiya chiqarmoqda. U to'xtamaydi. Uni yo'q qilib bo'lmaydi, uni ko'chirib bo'lmaydi. Uni faqat izolyatsiya qilish mumkin. Fil oyog'i uzoq yillar, balki ming yillar davomida bizning pastimizda turadi. U insonning yadroviy energiyani nazorat qilish istagi qanday dahshatli natijalarga olib kelishini ko'rsatuvchi abadiy yodgorlikdir. Ba'zi xatolar shunchalik katta bo'ladiki, ular o'z nomini, o'z laqabini oladi va bu laqab fil oyog'i.